Uy hayvonlarining ichida eng mashhuri it bilan mushuk. Bizni she'rda misl bo'ladi. Lekin men itni tanlayman. It mehnat qiladi. Cho'ponlarda oldida ishlaydi, uy qo'riqlaydi, kimdir o'g'irlikka tushsa hurib bo'lsa ham turgizadi, to'g'ri ishlaydi, lekin siz emas. Mushukchi. Mushukni 2 hafta yaxshi vaqt qo'ying-da. Va chichqonlarni ovlamaysanmi siz? Itga urinayapman ko'zingga deydi. It xafa ham bo'lmaydi. Suyay berasiz o'zi haliginga. Uyda qolgan ovqatlarni, bu narsalarni berasiz. Xafa ham bo'lmaydi. Ko'ppay desangiz ham xafa bo'lmaydi. Mushukchi arzimagan narsaga derazaga chiqib sakrayveradi. Uy tarafga emas, ko'cha tarafga sakraydi sakraganda ham. 9 ta jonim bor-ku deb. Mana it haqida Hatiko deb kino olingan. Mushuk haqida olinganmi shunaqa kino? Et kiygan mushuk olingan, mushuklarda o'zi ishonmaydi unga. Va oyga odamlardan oldin et kiygan mushuk uchganmi? Yo'q. It uchgan. To'mam doim jeriga kun bermaydi. Tushunyapsizlarmi? Mushuk unaqa mana bo'rini it simonlarga kiradi deydi, to'g'rimi? Lekin qaysi kalla bilan sherni mushuk simonlarga kirgizib qo'ygansizlar? Mushuk sher simonlarga kira olmaydi. Kim ularning nomini ko'tarib